takliflar kelyapti. 2026-yilda korrupsiyaga qarshi kurashishda favqulodda holat e'lon qilinadi. 26-yil mana shu masalalarga favqulodda holat, korrupsiyaga qarshi e'lon qilmasak, mana aytgan raqamlarga erisha olmaymiz. Dunyo hamjamiyati bizga ishonishni sekinlashtiradi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida ma'lum qildi. Prezidentning aytishicha, kompleks va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat kuchaytiriladi. Korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqaradigan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashtiradigan eng jiddiy tahdid. Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonatdir. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilamiz, dedi davlat rahbari. Har bir idoraga kirib boraman. Qanday og'ir bo'lmasa ham har bir idoraga kirib, ko'zimizni moshdak ochib, kimgadir yoqmasa ham aytamiz bu gaplarni. Tizimimiz ancha eskirib qoldi. Shuning uchun yangi tizim joriy qilamiz mana shu korrupsiyaga qarshi. Barcha idoralarda compliance va korrupsiyaga qarshi ichki nazoratga mas'ul o'rinbosar lavozimi joriy etiladi. Hisob palatasining vakili faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu rahbarlar tizimdagi nopok shaxslarni aniqlash, shuningdek byudjet mablag'i talon-taroj bo'lishi va mansabni suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish bo'yicha ta'sirchan nazorat o'rnatadi va prezident oldida hisobot beradi.